Shu oy menga berishgan va men o'zimga olgan sovg'alarni birga ochamiz. Eng kattasidan boshlaymiz. The Black Quail, krutoy mahalliy brend. No way. Wow. Buni menga Black Quail sovg'a sifatida yuborgan. Bunaqa qilib tutsa ham bo'lar ekan. Katta sumkalar menga yoqadi. Rangi universal, vintajga yaqin. O'zim tanlaganman. Keyingi serimdan kurtka, vintaj stilda. Qalin, yumshoq, qulay. Oy. Voy, gulimni g'anatib qo'ydim. Bu уже ikkinchisi. Narxi $120. Zulfiya Rahmatullina atelyesidan shippak. Tapchikalarim ko'p so'rashadi. Shu atelyedan olaman. Chiroyli shunaqa elementlar bilan jo'natishibdi. Narxi adashmasam 95-100 ming so'm atrofida. Erkaklarga ham, ayollarga ham bor. Sovg'aga bersangiz, maza qilib, duo qilib, tepib kiyishadi. Buni sinimga oldim. Uma brendidan kurtka. Cho'ntakda milliy ornament. Sifat zo'r. Bomber narxi 1 740 ming. Keyingisi opamdan sovg'a. Men buni allaqachon ishlatib ko'rdim. Hidi shunaqa yoqdi. Uncha hidga yo'qman. Kremi tarkibi gelivoy ekan. Gelivoy menga uncha yoqmaydi, to'g'risini aytsam, lekin yomon emas ekan. Yuvinish uchun gel. Buni bo'lsa o'zimga o'zim sovg'a qildim. Biznes uchun investitsiya. Holy Landdan mikrofon. Fototrade'da $115, tanish bilish kodi bilan $105. Biznes uchun yana bitta sarmoya. Buni ham o'zimga o'zim sovg'a qildim. Albatta shtativ. Tepa rakursdan olish uchun top shtativ qidirib shuni oldim. Hali unaqa yaxshi tushunib olmadim. Ko'ramiz. Uma brendidan sovg'a. O'zbekcha ornamentda uzuk. Qali, menga yoqdi. Narxi 389 ming. O'zimdan o'zimga sovg'a. Saint Laurentdan highlighter. Narxi $70. O'zimga yana bitta sovg'a, Elfdan rumyani. Allaqachon ishlatdim. Yoliqqina, menga yoqdi. Narxi $12. Pomada qilib ishlatsa ham bo'ladi. Qorong'i tushda sveti yoqdim. Keyingisi Lagomdan PR Box. O'sha mashhur petlar, yuz uchun mist toner, krem. Yog'liqqan ekan. Cleansing oil. Bu brend ko'pchilik maqtadi. Ishlatib ko'rib, fikrim bildiraman. Lagom rahmat. Bozor tugadi, hammaga rahmat.